Alvin 2 minutda, tayoq 7 minutda deb alva balla. Qo'yning quyruq meyli yong'oq mag'zi. Buni nimish qilmoqchi, olib o'tmoqchi. Mana ko'ringanda quruq qozonga to'g'riga mayni to'kib, buni ras elishtirib eritimiz qozonda. Mana ko'ringanda mujda qo'shib qo'ysak eriydi. Mana yerda erigandan keyin bo'lib qolsa, maymo yerda endi bo'lib qolsa shikar solamiz balla. Shikarni selib, shikarni ras bir aralashtirib, shikarni eritib bir ko'pikchalik ekilib olamiz shikarni. Mana mujda aralashtirib qo'ysak, shikar eriydi. Ko'ringanda mana ko'pikchalik kelgan shikar. Ko'pikchalik kelib bo'lgandan keyin endi bo'lib qolsa uni to'kamiz. Ama eritib olgan mayga uni to'kamiz, shikar bilan qo'shib eritib oldik. Uni to'kib, uni ras bir qo'rib olamiz. Uni qo'rib bo'lgandan keyin azroq shikar suvi qaynatib olamiz. Endi xohlasangiz navbat qaynatsangiz bo'ldi. Endi bo'lib qolsa qaynatib olgan shikar suvini qo'yamiz. Shikar suvini shu nechadam yeymiz, mushalini. Shuni qattiq qo'yaq suyqini tansak bo'laman ko'ringanda aka. Men shu suyuqroq yeyishni yaxshi ko'raman, shuning uchun men tanishdim. Buni usulab qolsa desak, o'zimiz mabayatdan qilib yong'oq mag'zi bor. Buni ushaq to'g'rilib, bunda sepitib bergan bo'lsak, mana tam boshqa ko'rdingmi? Mana 5 şey chiqdi. Olinib bilguncha mushinchilik itoatdan bo'pti deganlar, bir raqam yo'l qo'yinglar, bo'mabdi deganlar imkonsiz qo'yinglar, fikrni qabul qilaman.